Azamat Qorjovov. Sharpalar soyasi hikoyalar. Bir-birining ortidan quvgan g'aroyib voqeliklar, tez-tez almashadigan yaxshi-yomon tuyg'ular zamirida inson hayoti, taqdiri, uning o'zligi-yu yashashdan mohiyati namoyon bo'ladi. Yozuvchining esa bunday tubsiz ummondan kitobxon uchun qatralar armug'on etadilar. Azamat Qorjovovning qo'lingizdagi hikoyalar to'plamida ko'p yillar muqaddam eri tomonidan o'ldirilgan ayolning aslida tirik qolgani, o'lim to'shagida yotgan cholning hiylalari yoki o'g'rilarning davrasiga kelin bo'lib tushgan qizning kechmishlari hamda boshqa ko'plab voqeliklar o'rin olgan. Ularda inson hayotining asriy so'qmoqlari, umrning qorong'u kunjaklari yoritib berilgan. Ezgulik hamisha barhayot, hamisha g'olib ekani murakkab taqdirlar misolida kishini yaxshilikka da'vat etadi. Biz sizlarga Zaribdor tuman axborot kutubxona markazi tomonidan Azamat Qorjovovning Sharpalar soyasi hikoyalar to'plamini o'qib tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz.